Amerika Qo'shma Shtatlaridan birida qum skulpturasi bo'yicha tanlov bo'lib o'tdi. Key West orolidagi tanlovga 6 o'lkadan ishtirokchilar kelgan. Ular erkin mavzuda o'z hunarlarini namoyish etishdi. Every sculptor gets 30 hours to complete. Har bir qatnashuvchiga 30 soatlik vaqt beriladi. Bu degani 3 kunga barabar. Ular to'g'day bo'lgan qumdan turli formadagi skulpturalik figuralarni jasashadi. Bu yerda go'zal raqqosalardan tortib gitarasini quchoqlagan qahramon stilidagi Jimi Hendrix va Yulduzlar jangi filmining qahramonlari aks ettirilgan. Bu uchun suv, shotka hamda shu kabi oddiygina buyumlar qo'llaniladi. Shuningdek 7000 kilogramm qum sarflanadi. Tadbir ko'pchilikning qiziqishini uyg'otdi. Munda bari qo'lda jasalgan emgak. Bularga elektr energiyasi, jol bo'lsa, atayın shaymandlarning keragi yo'q. Bo'lg'oni qo'lda ishlatish kerak. Tadbirni tomosha qilish uchun yuzlagan kishilar keldi. Eslatib o'tsak, Key West oroli Florida shtatida joylashgan. Unda 25 mingdan oshiq aholi yashaydi. Bu yerda havo darajasi har doim 0 dan yuqori bo'lib turadi.